Havaldi galovkasi akalar, birinchi klapanga, birinchi porshonni klapaniga e'tibor beringlar. 2 ham yaxshi ishlagan, 3 ham yaxshi ishlagan, 4 ham yaxshi. Sarg'ayib ishlagan, yaxshi yonganda, bu birda problema bo'lyapti. Endi hozir buni nima qilamiz? Birinchi o'rinda pachalaymiz, birinchi o'rinda pachalab turib, buni polni chachiladi, ko'riladi, направляющий ketib qolyapti bularda ham. Cherrylarga o'xshab направляющийni ko'riladi, qilib polni zazor, pazor hamma yo'g'i bilan xudo xolasa go'zal holatda, xudo xolasa tayyorlab beramiz. Направляющийda luft to'p ketsa nima bo'ladi o'zi deyishinglar mumkin. Endi ko'pchilik biladi, bilmaydiganlarga направляющийda klapanda luft to'p ketib qolsa, xolastoy xodda neytralkada turganda motor qaltirab, jicha rollariga vibratsiya beradi, keyin svetoforlarga kelib to'xtaganingizda jicha motor o'zidan ketadi, o'zini yo'qotadi. Keyin sariq svetlar yonib qoladi tabloda. Chiroyli qilib, go'zal holatda qilib beramiz. Xudo xolasa o'zimizni Kia salondan jo'natishdan Andijondan chotki qilib sohotda ishlaydigan qilib beramiz. Obuna bo'lib qo'ying aka, obuna bo'lmas lekin.